Qani qizim, yur. Seni bir sayr qildirib kelaman. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Dadajon, bugun qayerga olib borasiz? Hozir qizim. Soliqlarni vaqtida to'lashimiz kerak. Shu ishni qilib oling. Soliq o'zi nima degani? Soliq bu fuqarolik vazifamiz va bu vazifalarni vaqtida bajarishimiz kerak. Tushundingmi, qizim? Hozir tushuntiraman. Qara qizim, bu sen o'ynaydigan maydoncha. Mana shunday maydonchalar ko'p bo'lishi uchun ham biz soliqlarni o'z vaqtida to'lashimiz kerak. Bu esa oilaviy sayr qiladigan, dam oladigan maskan. Dam olish maskanlari mana shunday chiroyli, ko'rkam bo'lishi uchun ham soliqlarni o'z vaqtida to'lashimiz kerak. Rahmat. Endi tushundingmi, qizim? Ha, tushundim. Hamma to'lagan soliqlar o'zimizga qaytib kelar ekanda. Ana shunaqa. Soliq to'lash har birimizning konstitutsiyaviy burchimizdir.